Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan map metodini ko'rib o'tamiz. Map metodi array ichidagi har bir elementga funksiya qo'llaydi va natijada yangi arrayni o'zi oladi. Asosiy sintaksi bu yerda array bo'ladi va map metodini chaqirib callback funksiya berib yuboramiz. Callback funksiyani biz oldingi filtr va findni o'tgan paytimizda ko'rib o'tdik. Callback har bir element uchun bajariladigan bitta funksiya, natijada transformatsiyalangan yangi array, ya'ni o'zgartirilgan bitta array qaytib keladi. Oddiy misol, uni kopirovat qilib olamiz. Bu filtr, buni mapga aylantirib qo'yaman. Va bizda numbers degan array bor. 1, 2, 3 degan raqamlarni saqlayapti. Va konstanta square degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va numbers array chaqirilyapti. Map metodi chaqirilib, mana bu yerdan boshlab callback funksiya berilyapti. Callback funksiya n degan argument qabul qiladi. Buni istasangiz b deb nomlangan, istasangiz a deb nomlangan. Shu prosta shu yerdagi callback funksiyaga mana bu yerdagi arrayning har bir qiymati kelishini bilsangiz bo'ldi. Va nima stringga qo'yilib n ko'paytirilgan n deyapti. Ya'ni misol uchun bu yerda 1 kelsa 1 ni ko'paytiradi 1 ga. 2 kelsa 2 ni ko'paytiradi 2 ga, 3 kelsa 3 ni ko'paytiradi 3 ga. Shunday qilib kelgan sonni o'zida ko'paytmasa, ya'ni kvadratini qaytaradigan funksiya map yordamida arraydagi sonni. Va konsolga square'da o'zgaruvchi chiqarilyapti. Natija 1 4 9 chiqishi kerak. Ishga tushiramiz not arrays.js deb ishga tushirsak 1 4 9. Ya'ni 1 ni o'z-o'ziga ko'paytmasi ham 1 ga teng, 2 ni o'z-o'ziga ko'paytmasi 4 ga teng, 3 ni o'z-o'ziga ko'paytmasi 9 ga teng. Buni kommentariya qilaman. Va ikkinchi misol obyektlar bilan ishlashni ko'rib o'tamiz. Map metodi React.js ga juda ko'p qo'llaniladi. Misol uchun API dan kelgan ma'lumotlarni foydalanuvchiga chiroyli qilib ko'rsatish uchun juda ko'p ishlatiladi. O'sha uchun buni yaxshiroq tushunsalar yaxshi. Constanta users degan array e'lon qilingan. Arrayning ichida ikkita obyekt saqlanyapti. API dan ham ma'lumotlar xuddi shu formatga keladi. Array ichida obyekt ko'rinishida keladi va xossalari ko'proq bo'ladi. Ikkita obyekt bor va bu ikkita obyektni faqatgina name xossalari mavjud, name Ali va name Vali xossalari. Va pastda names degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va users array chaqirilib map qilinyapti. Map metodi chaqirilib bu yerdan callback funksiya boshlanyapti. Bu yerda user degan argumentni nomlab olinyapti. Bu yerdagi har bir obyekt keladi. Endi bu yerdagi har bir obyekt userga keladi. Va bu return degan desa tushunsalar ham bo'ladi. Oddiy strilkachani return deb tushunsalar ham bo'ladi. Ya'ni strilkacha kelyapti va userni ichidagi name'ni qaytaradigan funksiya bo'lyapti. Name'ni qaytaradigan funksiya yozilyapti. Va natijada bizda arrayning ichida Ali va Vali ismlarini saqlash kerak. Buni ishga tushiramiz. Mana Ali va Vali degan ismlar saqlanyapti. Agar bu yerda age xossasini qo'ysak ham hech narsa o'zgarmaydi. Age misol uchun 20 va bu yerga ham qo'shamiz age xossasini 34 misol uchun. Mana endi bu yerda ikkitadan qiymati bor har bir obyektni. Faqatgina name xossalarini qaytaryapti. Ishga tushirsak ham hech narsa o'zgarmaydi. Agar name'ni o'rniga age qiladigan bo'lsak, faqatgina endi yoshlardan iborat arrayni qaytarib beradi. Buni kommentariya qilaman. Va keyingi kodimiz elementlarni indeksi bilan ishlashimiz mumkin. Ya'ni bizga map funksiyasi ikkita metod qabul qiladi. Bu yerda letters o'zgaruvchisi bor. A, B, C degan qiymatlarni saqlayapti, ya'ni 3 ta harf saqlayapti array ichida va result degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va letters arrayga murojaat qilinib map metodi chaqirilyapti. Mana bu yerdan endi callback funksiya ishlayapti. Sal uzunroq. Bu letter biza doim ko'rib o'tirgan birinchi keladigan argument, ya'ni har bir harf navbat keladi bunga. Letterga va virgul qo'yilib ikkinchi indeks bosilyapti. Bu indeks mana shu arraydagi har bir elementni indekslab chiqadi. Ya'ni biz aytgandek JavaScript array 0 dan boshlanadi. Bu indeks A ni 0 deydi, B ni 1 deydi va C ni 2 deydi. Bu indeksning vazifasi shu, indekslab chiqadi va mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, backtick ochilgan va backtickning ichiga indeks chaqirilgan. Oddiy string bo'lmasligi uchun buni mana chama bo'lsa kerak JavaScriptni o'rganadiganlar. Bu yerga indeks chaqirilyapti, ya'ni birinchi harfni indeksi chiqadi va 2 nuqta qo'yilyapti va letter chaqirilyapti. Harfning indeksi 2 nuqta, yonidan o'sha harfning o'zi chiqadi. Buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana 0A 1B 2C. Bu indeks shu narsani indekslab chiqdi. Buni kommentariyaga olaman. Va oxirgi misolimiz asl arrayni o'zgartirmaydi. Map funksiyasi map metodi bizga asl arrayni o'zgartirmaydi. Bu yerda nums degan array bor, 1 2 3 qiymatlarini saqlayapti va konstanta doublet degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va nums array chaqirilib map metodi chaqirilgan va mana bu yerdan callback funksiya ishlayapti. Endi nomlanyapti. Enga o'z navbatida har bir massivdagi har bir element keladi navbat va navbat bilan va n ko'paytirilgan 2.
Ya'ni kelgan sonni 2 ga ko'paytiradi. Bu yerga 1 kelsa 1 kere 2 2 bo'ladi. 2 kelsa 2 kere 2 4 bo'ladi va 3 kelsa 3 kere 2 6 bo'ladi. Va bu yerda ikkita array tagma-tag chaqirilyapti. Birinchisi nums array, ya'ni asl array. Buni mana shunday qilib aniqroq ko'rsatib qo'yaylik. Asl array, buni virgul bilan ajratamiz. Va copy array bo'ladi. Ya'ni map asl arraydan nusxa olib, o'sha nusxani o'zgartiradi, asl arrayga tegmaydi. Va buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana asl array 1 2 3 ligicha qolgan, hech narsa o'zgargani yo'q. Va copy array 2 4 6. Ya'ni ko'paytirib chiqdi. Map bizga har bir qiymatni ko'paytirib, doblib degan arrayga solib berdi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.